Assalomu alaykum, hurmatli Lobar opa-singillarimiz. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Sizlar uchun yana bir bor ko'krak uchi yorilishini davolash haqida yana bitta mavzu olib chiqishga qaror qildim. Juda ko'p onajonlarimiz so'ragan ekan, kommentariyaga yozishib, ularga cho'ntak bob bo'lishi uchun narxlari to'g'ri kelmaganligi sababli qaytadan yana video olishga qaror qildim. Oxirigacha kuzating, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, biz boshladik. Hozir qo'limda ko'rsatayotgan apparatim bu sut yog'uvchi apparat hisoblanadi. Ko'kragingiz uchiga to'g'irlagan vaqtingiz oqayotgan sutingizni yig'ib beradi. Ko'pchilik ayollar bu haqida bilmaydi. Oddiygina mato qo'yishadi. Matodan ko'ra shu yaxshi, chunki keyin bunda aynib ham qolmaydi. Bolangizga yana bemalol bersangiz bo'ladi. E'tibor bersangiz, teshikchasi bor. O'sha teshikcha orqali sutni chiqarib olasiz. Umuman yechib o'tirish shart emas. Juda ham cho'ntak bob. Atigi 15 ming turadi. 2 donasi. Ikkita ko'kragingiz uchiga. Men bu videoni sizlarga ko'rsatayotganim sababi mana shu apparat sizlarning ko'kragingiz yorilishiga tuzatishga yordam beradi. Qanday deydigan bo'lsangiz, buni ko'kragingizga qo'yganingizda bu apparatni ko'kragingizda vakuum hosil bo'ladi va havo bo'lmaganligi sababli ko'kragingiz bo'shaydi. Og'riq kamayadi. O'zingiz bilasiz, o'sha 2-3 marta ishlatgandan so'ng kamida 2 kunlar kerak bo'ladi, og'rig'ingiz kamayib boshlaydi. Juda ham foydali. Men bu har bir chiqaradigan videoyim avval o'zimda sinab, keyin sizlarga tavsiya beraman. Albatta ishlatib ko'ring, rezultat sezasiz. Ham cho'ntak bob, atigi 15 ming. Ko'pchilik onalarimizga Bepanthen mazini tavsiya qilgan edim. U ham juda samarali, ta'siri yaxshi. Lekin narxi ozgina qimmat bo'lganligi sababli ko'pchilikning cho'ntagiga to'g'ri kelmas ekan. Shuning uchun hammaga oson bo'lsin deb mana shu videoni qaytadan olishga qaror qildim. Sizga kerakli ma'lumot bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Hammaga rahmat. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundanda qiziq videolarni qo'yib borishga harakat qilaman. Har doim kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.